Assalomu alaykum barchaga. Men boshimdan o'tgan dardli, azobli og'riqlarim sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana 12 yildirki men umurtqa grijasi, bel osteoxondrozi, kuchli oyoq og'riqlari bilan kurashib kelaman. 2013 yildan beri mana shu og'riq, shu dard bilan kurashaman. Mana shu kasallik bilan umurtqamda katta miqdorda grija bor ekan. Mana 2015-yil, 2020-yil va eng oxirgi hozirgi kundagi xulosalarim L5, L4, S1 pog'onalarida 15 mm, 13 mm, 10 mm gacha grijalarim bor. Oyog'imda juda ham kuchli og'riq bor edi. 2013-yildan beri shu kasallik bilan kurashib kelaman. Men to'shakda qolib yotib qolgandim. Doktorlar meni umidsiz holga tushirib qo'ygandi. Umuman mana davolanish chorasi yo'q, faqat operatsiya. Men Moskva shaharlarigacha davo izlab, shifo izlab borib kelganman. Vodiylarga, Samarqand shaharlariga, qolaversa o'zimizdagi Jizzaxlargacha borganman. O'sha men umidsiz bo'lganimdan asablarim ham charchagandi. Mana boshlarim og'rib, boshlarimda kuchli og'riq bo'lib, faqat davlinalarim chiqib, juda ham qiynaldim. Na kecha-yu na kunduz uyqu nimaligini bilmasdim. Azobdan dodlab chiqardim. Kecha-yu kunduz yig'lab, baqirib, doktorlar menga faqat operatsiya dedi. Boshqa chorasi yo'q deyishdi. Mana qanchadan qancha og'riq qoldiruvchi dori, ukollar olganman. Eng kuchli og'riq qoldiruvchi dorilarni ham olganman. Nevrolon, Artaxon, Blokard, mana eng kuchlilari bu. Shular ham oxirgi vaqtlar umuman ta'sir qilmay qo'ydi. Og'rig'im kamaymadi. Umuman umidsizlikka tushgandim. Faqat 3 ta bolamni o'ylardim. Xolos. Ertaga mendan keyin bular nima bo'ladi? Operatsiya bo'lmasang bir tomoning batamom ishlamay qoladi, to'shakda qolasan dedi doktorlar. Samarqand ham, Jizzax ham, boshqa joylar ham, vodiylargacha borib keldim. Hamma doktordan maslahatlarini oldim. Mana Allohimga shukr. Baxtiyor aka Ne'matjonovich degan doktor bor ekan Jizzax shahrimizda, Marvanur klinikasida ishlar ekan. Men bu kishini internet orqali topdim. Allohimga shukr, Allohning inoyati bu, Allohni menga uchratgani bo'lsa kerak. Internetdan ko'rdim, bir nechta videolari bor ekan, bir nechta videolari chiqqan ekan. Ularni ko'rdim, men u kishiga yozdim. U kishi bir hafta deganda javob qaytardi. Rahmat. Men lekin javob qaytarmasa kerak deb o'ylagandim. Endi ishlari ko'p bo'lgandir, javob qaytardi. Xulosa qog'ozlarim tashladim. Bu kishi ham operatsiya dedi, chunki meni grijam oqib qolgandi. 15 mm grija umuman davosi yo'q deyishgandi. Mana Allohimga shukr, Baxtiyor aka Rans usulida davolar ekan. Juda ham zo'r effektli ekan, muolajalar juda ham yaxshi ekan. 12 yillik og'riq oldida 10 minutlik og'riqqa chidab bersangiz hech gap emas ekan. Kulib ham oldim, baqirib ham oldim, yig'lab ham oldim bu muolajani. Boshida borganimda og'riq sezmadim, chunki o'zimda tanamda og'riq kuchli bo'lgani uchun bu muolajasini, og'riqlarini sezmadim. Shuning uchun kulib muolajalarini oldim. Lekin mingdan ming rahmat aytaman, jonim azoblandi, to'g'ri, qiynaldim muolajalarini olishga. Hozirgi kunda Allohimga shukr deyman. Og'riqlarim yo'q, uyqularim joyida, asablarim joyida. Kechasi yotganimda, masalan, men oyoqlarimni uzatib yota olmasdim. Oyoqlarim buklanib qolgandi. Ikki oyog'im orasiga yostiq qo'yib, tepaga ko'tarib yotardim, lekin uxlay olmasdim. Biroz og'riq pasayganday bo'lardi-yu, o'zim shu bilan tinchlantirardim. Lekin og'rim ketmasdi. Mana hozirgi kunda men davolanib chiqdim. Allohimga shukr, umuman og'riqlar yo'q. Birinchi kundan men foydasini sezdim. Batamom og'riq qolib ketdi demayman. Lekin pasaydi. Ikkinchi kundan batamom og'riq nimaligini sezganim yo'q. Mingdan ming rahmat aytaman mana shu Baxtiyor akaga, yonidagi hamshirasiga, yonidagi yordamchilariga, hammasiga rahmatlar aytaman.
baraka topsin, dunyo turguncha tursin. Bizga o'xshagan bemor, umidsizlikka tushib qolgan bemorlarni joniga oro kirib shunchalik davolab, shunchalik shirin so'z, mehribon, judayam yaxshi, o'zi shunisini o'zi kasalni davolaydi. Allohimga shukr, mana shu rans usuli bor ekan. Faqat shu O'zbekistonda bitta mana shu kishilarda bor ekan. Bu ham Jizzax shahrida Marva Nur klinikasida. Sharoitlari ham juda ham zo'r. Ketgan pulingizga achinmaysiz. Kam qilib million-millionga dori ukol olib yurganingizdan ko'ra foydasini sezmasdan bittada to'laysiz, lekin ketgan pulga achinmadim. Agar qiynalgan oilalar bo'lsa, shartnoma qilib berishar ekan, mana mahallangizga borasiz, inson manfaatlari himoya markazi bor ekan, o'shalarga taqdim qilsangiz hujjatlaringizni, to'g'ridan to'g'ri pulni o'tkazib berar ekan. Agar imkon yo'qlar bo'lsa, men mana shunday qilib, masalan, hokimiyat mahalla tomonidan borib davolandim. Kecha kunduz yig'ilib chiqardim, mana Allohga shukr qilaman. Hozir faqat uxlash meniki. Ishqilib tani joni sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin deyman. Allohimga shukr. Xudoni o'zi yetkizdi menga mana shu doktorda. Og'riqlarim umuman yo'q, ishoninglar. Men nimanidir evaziga, yo pul uchun, yo nimadir manfaat, yo kimdir iltimos uchun chiqib bu videoni qilayotganim yo'q. O'zimni boshimdan o'tganini aytib beryapman. Xudoyimga ming qatla shukr qilaman. Umidsiz bo'lmanglar, chorasi bor ekan. Operatsiyasiz davolasa ham bo'lar ekan. Mana Xudoga shukr qilaman. Bu muolajadan keyin grijalar so'riladi ekan, o'z-o'zidan ketadi ekan. Faqat umidsiz bo'lmaslik kerak ekan. Ishonch va yana ishonch ekan. Men bularga kattakon rahmat aytaman. Dunyo turguncha tursin. Ishqilib 3 ta bolamni baxtiga mana oyoqqa turg'izdi meni. Tuzatishdi. Mana og'riqsiz yashasa ham bo'ladi ekan. 12 yildan beri mana shu og'riqlar meni azoblab kelar edi. Mana Xudoga shukr, o'tira olmasdim, oyog'imni uzatib yota olmasdim. Faqat buklab yotar edim. To'g'risini aytsam faqat yotardim-da. Uzoq yo'lga yura olmasdim og'riqdan. Xudoga shukr. Rahmat Baxtiyor aka, sizga ham, shirin so'z hamshiralaringizga ham. Sharoitlari juda yaxshi klinikani, powerlari ham, xonangizgacha olib kirib beradi, ovqatlarni yig'ishtirib biram shirin so'z hammasi. Shuni o'zi ham kasalni tuzatib boradi. Boringlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Shifo topinglar, umidsiz bo'lmanglar hech qachon. Mana Xudoga shukr. Tani jonim sog', Allohimga shukr, yaxshiman. Kecha-yu kunduz mana uxlashdaman. Rahmat Baxtiyor aka, baraka toping, dunyo turguncha turing. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana shu menga o'xshab qiynalib, umidsizga tushib qolgan bemorlarni joniga oro kirib, dardiga malham bo'lishdan charchamang. Hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Hamisha duodaman sizlar uchun. Hamisha sog' salomat bo'linglar.